Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimizni olib keldik. Mana ko'rib turganingizda Hatep Asonda jinsi MDFlarimiz obzor qilib o'tamiz. Mana bitta like podpiska bosishni unutmaymiz. Tepalarda ham bor. Tepamiz juda qorong'iligi uchun nima qilaverim, mana sakit bo'lib ishlayapti. Svetlarni yoqdi. Mana Hatep Asonda birinchi qavatga jinsi olib keldik, mokra asfalt. Ikkinchi etajiga mana ko'rib turganingizda shokolad svetda juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Juda ham zo'r bo'ldi. Mana ichkarida yana bor. Mana u shuni singari, mana svet yo'qligi uchun qorong'ida xira ko'rinyapti. O'zbekiston bo'yicha dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'lib olib borib o'rnatish ustunovkasi ichida kvadrati 700 ming so'mdan. Mana mashlar 1,5 milliondan bo'ldi. Olib kelib o'rnatish ham yo'q ichida, mana marhamatga olib keldik. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. El xizmatidamiz. Yoqqan bo'lsa bitta like podpiska bosib qo'yamiz, kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana ko'rib turganingizda juda ham zo'r. Zamonlarimiz ham yaxshi. Ochilib yopilishlari ham juda ham zo'r. Rahmat, sizlarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta like podpiskani bosishni unutmaymiz.